Assalomu alaykum, mahli yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Siz bilan bo'lgan voqealar haqida qisqa aniq ozgina suhbatlashib olishni xohlardim. O'g'lingiz bilan eringiz men yonimga kelib narsa berib ketdi. Hujjatimni berib ketdi, xatimni, berib ketdi, pochtani xatini. Borishga imkonim, sog'ligim yo'q dedim, esingizda bo'lsa. Keyin bolachangizni ko'rdim o'sha payt. O'shanda birga bordi-da. Bu ko'rganimga 1-2 kun bo'lgan edi. Shunaymi? O'shandan keyin 1-2 kundan keyin telefon qildingiz, men hayratda qoldim. Nima deb telefon qildingiz menga? Shu Olsinimni o'g'li bilan birgalikda ikkalasi o'ynab o'tirgan bo'lgan. Olsiningiz o'g'li necha yosh? Ikkalasi ham 4 yosh ular barobar. Ikkalasi ham 4 yoshdan. Keyin nima, ikkalasi barobar o'ynab turib yo'qolib qolgan. Siz menga уже necha soat, 5 soat, 5 ta odam izlab topolmadik dedingiz. Yo'q, ikkita aka ukalar, biza ikkita Olsin, yana katta o'g'lim, bobo, qaynotam, hammamiz birdaniga izlashga chiqdik-da shunda. Hech kim topolmadi 5 soat ichida. Kim birortamiz topolmadik. Ular yana velosipedda aylanadi. Keyin menga telefon qilib nima dedingiz? Shokolad dedingiz. Hech qanday nimam yo'q edi o'sha. Umidsiz bo'lib. Qo'rquv, yo'l yo'q edi. Qo'rquv, shokoladga telefon qildingiz. Shunda telefon qildim keyin. Biror yo'l ko'rsating, nima qilay. Men folbin emasligimni bilasiz-a? Ha, albatta. Shundan keyin barchangiz qancha vaqt ichida topildi? Men telefonni qo'ymang deb aytdimmi sizga? Shuna 2 minut ham o'tgan emasda. Nima dedim men sizga? Shu ana shu o'sha o'tirgan joyini tushuntirdingiz. O'shanga qarab chopdim-da keyin. Telefonni qo'ymang, qo'rqmang, yo'ldan ehtiyot bo'lib o'ting. Shu o'tar zahotim shuna ko'rindi ko'zimga ikkalasi. Keyin men sizga nima dedim? Men qayerdan ko'ryapman? Yuqoridan turib ko'rib o'tiribman dedimmi? Yo'q. Keyin borib topib olganingizdan keyin bolalarim topdim deb xursand bo'lib javradingiz. Xudoga shukr deb telefonni qo'ydim. Esingizgami? Yo'q. Keyin o'shanda nima dedim yana sizga? Yana sho'r bo'ling, ikkinchisi ham, ikkinchi marta ham yo'qotishingiz mumkin. Keyin ikkinchi marta yo'qotsangiz xatarli deb aytdimmi? To'g'ri. Ikkinchi marta yo'qolishini xohlamayman, lekin ehtiyot bo'ling deb tayinladim. Ana endi aradan ko'p bo'lgani yo'q, bolangiz ikkinchi marta yo'qoldimi yo'qmi? Yana yo'qotdim. Keyin o'shanda ishonmagan edim dedingizmi? O'shanda nima qilmaganda o'zimga olmay ishonmay yurgandim. Nima yo'qotmasam kerak, endi katta bo'ldi o'sha. Keyin nima dedim sizga? Ikkinchi marta ham qo'rqmang, bolangiz xotirjam joyda. Aytganingizdan keyin borib milsaxonadan topib olib keldingizlarmi? Ikkinchi marta yo'qolgandan keyin nima dedim? Yana bolangizni keltirib menga ko'rsatishingiz kerak. Nima uchun bu bola buncha tez yo'qolib qolyapti? Taqdirda bir narsalar bor deb aytdim, to'g'rimi? Ana hozir siz yozib berdingiz shu haqida. Ana yozib berdingiz. Haqiqatan shu narsa sodir bo'ldi. Minnatdorman. 2 marta ham yo'qolgan bolamni hech qanaqa nimasiz yo'qotishlar zararsiz topib berganingizga bir pasni ichida minnatdorman deb aytdingiz. Rahmat.